Bilasizlarmi, ko'pchilik ayollarimiz uyda o'tirib qolishsa, zerikarli bo'lib qolishsa, qiziqadigan narsaligi bo'lmasa, erligiga yopishadi. Qachon kelyapsiz, qattasiz, nima qilyapsiz, nimaga telefonni olmadingiz, nimaga SMSimga javob bermadingiz, nimaga internetga kirsangiz ham mani SMSimni o'qimadingiz deb e'tibor talab bo'lib qolishadi. Nima sababdan unaqa bo'lishadi? Aytaymi sizlarga? Mana shu orqali juda ham ko'p sovchiliklar tushadi. Eng yomon holati ajrimga ham olib keladi va xiyonatlar ham bo'ladi. Chunki erkak kishi ayol kishidan ha deb terga yurgani sabab zada bo'ladi. Boshqa qiziqish orttirish uchun, boshqa ayolga o'sha emotsional bog'lanish uchun, chunki bu ayol o'sha zerikarli u uchun. Faqat tergiydi, qattasan, nima qilsan, kim bilansan deydi. U ko'chadagi ayol faqat yaxshi kayfiyat beradi, yaxshi emotsiyalar beradi. O'shaning uchun u ayolga ketaveradi va shu ayol kishi o'zi zerikarli bo'lib qolgandan keyin nima desa bo'ladi? Erkak kishini o'zidan bezitadi. Siz zerikarli ayol bo'lmasligingiz uchun men sizga bitta hozir nima desa bo'ladi? Olimlar shunaqa tadqiqot o'tkazishgan. Shu anaqada o'zingizni ko'rsangiz bo'ladi. Hozir tadqiqotda aytib beraman, nima bo'lgan. Ular bitta qafasga ikkita bir xil sichqonni solishgan. Ikkita qafasga bitta sichqon solishgan. Bittasiga bir xil vaqtda, kunni bir xil vaqtida grizit chaynash uchun cho'p tashab turishgan. Bittasiga hech nima berishmagan. Umuman kategorически hech nima berishmagan. Endi qaranglar, ertasi kuni, innini kuni mana bu grizit qilishga berishganni, kayfiyati yaxshi, grizit qilyapti, normalniy. Mana bu hech nima bermagani o'zini u yoqqa otadi, psixически nenormalniy bo'lib, o'tga uradi, bo'tga uradi, asabiylashadi, chiqib ketadi, ish qilib mana shunaqa bo'lgan. Bundan nima kelib chiqadi? Har doim ayol kishini o'zini qiziqishi bo'lishi kerak. Xoh u til bo'ladimi, xoh u arabskiy bo'ladimi, tanets bo'ladimi, xoh u gimnastika bo'ladimi, tikish bo'ladimi, bichish bo'ladimi, Qur'on o'qish farqi yo'q. Har doim o'zini qiziqishi bo'lishi kerak, rituali bo'lishi kerak. Kuniga hech bo'lmaganda 1 soat, yarim soat o'sha qiziqishlarga sarflash kerak. Qachonki siz o'zingizni qiziqishlaringiz bo'lsa, nima desa bo'ladi? Zavq oladigan. Misol uchun, meni intim gimnastika kurslarimga kelishgan ayollar, men shu kursga kelganimda, men shunaqangi kayfiyatim zo'r bo'lib ketadi. Ayollarning orasida bo'lsam, ayol kishini taftini ayol kishi oladi. Mazza qilishadi, hamma temada gaplashishadi. G'iybat yo'q, siqpasot yo'q, orqasidan gapirish yo'q. Просто psixologik oilaviy muammolarni, oilaviy muammo ham deb bo'lmaydi, oiladagi o'zligidagi bo'lgan, mana bizani kurslarimizda 52 yosh ham bor, 40 yosh ham bor, 35 yosh ham bor. 52 yosh ayolimizni 35 yosh ayolimizga o'zidagi mana shu hayotidagi davomida nima, qaysi etapda qaysi narsani qiluvdilar, mana shu zo'r foyda berdi va zo'r natija bo'ldi, oilalari mustahkam bo'lib ketdi. O'sha haqida ma'lumot berib, fikr almashishadi. Bu degani ayollarga qo'shilish kerak, o'zingizni qiziqishingiz bo'lishi kerak. Misol uchun bir kunda bitta kinoni ko'rasizmi? Kinodan ham misol uchun kitob o'qiysizmi? Kitobdan ham bitta mulohaza qilib, psixologik yondashib, yaxshi gumonlarda bo'lib, sal erkak kishini qo'yib yuborish kerak. O'shandagina eringiz aytadi, "Voy, bu boshqacha bo'lib qolibdi." O'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolibdi. O'shandacha siz o'zingiz bilan o'zingiz ovora bo'lsangiz-chi, eringizni o'ylashga umuman vaqtingiz qolmaydi. Faqat o'zingiz bilan ovora bo'lasiz, sport bilan shug'ullaning, kitob o'qing, yaxshi kinolar ko'ring, til o'rganing. Glavnisi eringizni tinch qo'ying. O'shandagina siz eringizni o'zingizga o'zingiz magnitdek tortasiz va sevimli ayol bo'lasiz va qiziqarli, qanaqa desa bo'ladi, o'zini ustida ishlagan, o'zini rivojlantirgan ayol, o'ziga o'zi qiziqarli bo'lgan ayol hamma uchun qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun hech qachon zerikarli ayol bo'lmang, o'zingiz ustingizda ishlang, o'zingizning qiziqishlaringiz bo'lsin. O'sha siz qiziqishlaringizni bilib, mana shu narsa sizga kerakligini, shu narsa orqali rivojlanishingiz mumkinligini bilsangiz, o'shandan zo'r energiya olasiz va o'sha energiyangizni farzandlaringiz ham ko'rib, sizdagi zo'r energiyani ko'rib, ularni ham o'qishida, bilim olishida o'sha energiya hamroh bo'ladi. Biz ayollar farzandlarimizga shunaqa darajada bog'liqmizki,
bizani kayfiyatimiz qanaqa bo'lsa, bu bizani oilamizga, farzandlarimizga, yon atrofimizga ta'sir qilish xususiyatiga ega. Shuning uchun yaxshilab shu haqida o'ylang, tergashi, telefon qilishi, to'xtovsiz o'zingizni yerga urishi, qadrsizlantirishni bugundan to'xtating.